Bo'g'im og'riqlari qayerdan boshlanadi? Ko'pchilik bo'g'im og'risa, shamollanma yokida yosh o'tyapti-da deb qo'ya qoladi. Lekin aslida bu og'riq birdan paydo bo'lmaydi. Asta-sekin tanada yig'ilib boradi. Va bunga kineziologiya nima deydi? Kineziologiyaga ko'ra, ko'pincha bo'g'im og'riqlari ichki organlar bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, buyrak zaiflashsa, tizza og'riy boshlaydi. Yelkada og'riq bo'lsa, bu jigar yoki yurakdagi og'riqni belgisi bo'lishi mumkin. Agar bilak yoki tirsak og'risa, me'da va ichak faoliyatiga e'tibor qaratish kerak. Harakatsizlik, ko'p o'tirish, kam yurish, tana harakatini cheklash bo'g'imlarni zeriktiradi. Natijada qon aylanishi sustlashadi va og'riqlar paydo bo'ladi. Ruhiy bosim, asabiylik, ichda yig'ilgan stress ham tana bo'ylab tarqaladi. Tana kuchlanadi, ya'ni giper holatga keladi. Muskullar qisilib qoladi va bu esa og'riqqa olib keladi. Noto'g'ri ovqatlanish. Tuzli, yog'li, zararli ovqatlarni ko'p iste'mol qilish tanaga chiqindilar yig'ilishiga sabab bo'ladi. Bu moddalarning bir qismi bo'g'imlarga yig'ilib, harakatda og'riq paydo bo'ladi. Bo'g'im og'rig'i bu faqat bir joydagi muammo emas. Tanangiz sizga nimanidir noto'g'ri ketayotganini aytyapti. Uni tinglang. Agar sizda bo'g'imlarda muammolar bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qiling.